Husanov bitta podkast bilan butun stadionni shokka tushirdi. Gap shundaki, O'zbekiston Kolumbiya o'yinida shunday epizod bo'ldiki, Luis Diaz chap qanotdan qochayotgan paytda Husanov oxirigacha kurashib, chiziq yonida podkast tashladi. Diaz yiqildi, lekin epizod shu bilan tugamadi. Husanovning tezligi juda yuqori bo'lgani uchun u to'xtay olmay maydon chetida kameramanga ham borib urildi. Natijada taxminan $70,000 Sony brendiga tegishli translyatsiya kamerasiga shikast yetgani aytilmoqda. Hozircha kameramanning jarohati haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Bu epizod hozir ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Kimdir buni qo'pol podkast deyapti, kimdir esa Husanov oxirigacha kurashdi deb baholayapti. Lekin bir narsa aniq, O'zbekistonning jahon chempionatidagi ilk o'yinida eng esda qolgan kadrlardan biri aynan shu bo'ldi. Husanov bitta podkast bilan butun stadionni shokka tushirdi. Gap shundaki, O'zbekiston Kolumbiya o'yinida shunday epizod bo'ldiki, Luis Diaz chap qanotdan qochayotgan paytda Husanov oxirigacha kurashib, chiziq yonida podkast tashladi. Diaz yiqildi, lekin epizod shu bilan tugamadi. Husanovning tezligi juda yuqori bo'lgani uchun u to'xtay olmay maydon chetida kameramanga ham borib urildi. Natijada taxminan $70,000 Sony brendiga tegishli translyatsiya kamerasiga shikast yetgani aytilmoqda. Hozircha kameramanning jarohati haqida aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Bu epizod hozir ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Kimdir buni qo'pol podkast deyapti, kimdir esa Husanov oxirigacha kurashdi deb baholayapti. Lekin bir narsa aniq, O'zbekistonning jahon chempionatidagi ilk o'yinida eng esda qolgan kadrlardan biri aynan shu bo'ldi.